Ro'za tutganingizda sizda ham shunday holatlar bo'ladimi? Birinchisi diqqatni jamlolmaslik, ikkinchisi Ramazon oyidan keyin 2 yoki 3 kilogrammga semirish. Lekin qadimda odamlar ro'za tutgan payt diqqatni yaxshi jamlashgan. Ramazondan keyin esa o'z vaznidan qanchadir kilogramm yo'qotishgan. Shunda biz qayerda xato qilyapmiz? Qayerda xato qilayotganimizni ko'rib chiqishdan oldin keling tarixiddagi oziq-ovqat bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Oldin odamlar ov qilib topgan mahsulotlarni iste'mol qilishgan. Keyinchalik esa oziq-ovqatlarni saqlashni odamzod o'rgandi. Bu esa fast food konservalangan ovqatlar kelib chiqishiga sababchi bo'ldi. Hozirgi bosqichga kelib inson ovqatni ehtiyoji uchun emas, balki zavq olish uchun yeya boshladi. Katta miqdordagi oziq-ovqatni ishlab chiqarish ko'p miqdordagi kimyoviy qo'shimchalar qo'shilishiga olib keldi va biz hozirgi kunda shakarni haddan ziyod iste'mol qilyapmiz. Nega biz Ramazon oyida semiramiz? Ramazon oyida tuni bilan ovqatlanib, sneklar yeb chiqishimiz orqali insulin ko'payib ketadi va qonimiz tozalanmaydi. Bu esa bizning semirishimizga olib keladi. Semirish esa boshqa kasalliklarga tez chalinishimizga olib keladi. Agar siz ham Ramazonni shakarsiz o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Direct'ga plus belgisini qoldiring.